Assalomu alaykum ota-onalar. Bolalaringiz telefondan bosh ko'tarmayaptimi? Demak, unday bo'ladigan bo'lsa, men sizlarga mana bu oilaviy, ya'ni bolajonlar bilan 4-5 kishi o'ynaydigan zanjir o'yinini taklif etaman. Bu bolalaringizning vaqtini chog' o'tkazadi. Muslima, senga navbating hamda ularning aqliy salohiyatini ancha oshirib beradi. Hamda bu oilaviy, demak 4 kishi bo'lib bemalol o'ynash imkoniyatiga ega bo'ladi. Demak, bolajonlar bilan birgalikda oilaviy nima qilsak bo'ladi? O'ynasak bo'ladi. Demak, hozir bizda kim yutdi degan savolga, demak, senda nechta qoldi? Menda 4ta. Senda 4ta. Menda ham Senda 4ta, menda 3ta qoldi. Demak, men g'olib bo'ldim. Ikkinchi o'rinda 2 kishi bo'lib oladi. Demak, buni 4 kishigacha bemalol o'ynashi mumkin bo'ladi. Demak, bolalaringizning vaqtini hamda aqliy salohiyatini, mantiqiy fikrlashini oshirmoqchi bo'lsangiz, mana shu zanjir o'yinidan olib kelib, birgalikda oila davrasida telefondan xoli bo'lgan holatda birgalikda o'ylasa, ancha bolalar uchun nima bo'ladi? Foydali bo'ladi. Tavsiya etamiz.